Chet elga o'qishga yoki ishga chiqmoqchisiz, yoki uylanmoqchisiz, turmush qurmoqchisiz, yoki kamida qanaqadir biznes boshlamoqchisiz. Xullas nima bo'lganda ham hayotingizni tub o'zgartiradigan qaror qabul qilmoqchisiz. Va bu yerda bilib olishimiz kerak bo'lgan asosiy nuqta bu dunyoqarash. Ya'ni biz qanaqa dunyoqarashga egamiz va dunyoqarash tushunchasi aslida o'zi nima? Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan dunyoqarash o'zi aslida nimaligi, uning turlari, jamiyatga ta'siri va uni shakllantiruvchi omillar haqida batafsil gaplashamiz. Ekranga yaqinroq o'tirib oling yoki quloq simlaringizni yaxshilab taqib oling. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Dunyoqarash o'zi aslida nima? Ilmiy til bilan aytganda, ilmiy ratsional qarashlar yoki diniy qarashlar yoki siyosiy qarashlar tutashgan nuqta bu insonda dunyoqarash hisoblanadi. Bir insonni o'zini, boshqalarni yoki jamiyatni qanday ko'rishi, dunyoni qanday ko'rishi, uni baholashiga uning dunyoqarashi deyiladi. Bu bizning e'tiqodlarimiz, qadriyatlarimiz va tajribalarimizdan iborat ko'zoynak hisoblanadi. Endi dunyoqarashning asosiy turlariga to'xtaladigan bo'lsak, aslida dunyoqarash ko'plab turlarga bo'linadi. Men esa sizlarga asosiy 4 ta keng tarqalgan, hozirgi jamiyatlarda keng tarqalgan 4 ta turini tanlab oldim. Va bular quyidagilar. Birinchisi bu diniy dunyoqarash. Bu dunyoqarash din va ruhiy e'tiqodlarga asoslangan bo'lib, misol uchun islom dini. Bu dinda Alloh taolo markazda bo'ladi va hayot sinov tariqasida qaraladi. Aksincha xristianlikda esa hayotga najot va sinov g'oyalari ustun va shu sababli bu dunyoqarashga chuqur singib ketgan inson diniy toqatsizlikkacha yetib borishi mumkin. Ikkinchi keng tarqalgan tur bu ilmiy ratsional dunyoqarash. Bunda ilm, fan va texnologiya g'oyalari ustunlik qiladi. Misol uchun ateizm yoki sekularizm, ular umuman mo'jizalarga ishonmaydi. Evolyutsiya nazariyasi va yoki kvant fizikasi orqali ilmiy kashfiyotlar dunyoni shakllantiradi deb hisoblashadi. U texnologik taraqqiyotni rag'batlantiradi, lekin insonning ruhiy jihatini e'tiborsiz qoldiradi. Uchinchi dunyoqarash bo'lsa bu humanistik dunyoqarash. Bunda inson huquqlari, erkinlik va o'zini o'zi rivojlantirish o'ta muhim. Misol uchun Renessans davridagi g'oyalar zamonaviy liberalizm va bu jamiyatdagi insonparvarlik va tenglikni rag'batlantiradi. To'rtinchisi bo'lsa bu materialistik qarashlar. Materialistik qarashlarda moddiyat va iste'mol markazda turadi. Ya'ni bu dunyoqarashga ko'ra insonlarning muvaffaqiyati faqat buyumlar yoki pul bilan o'lchanadi. Va bu yerda shuni ham sanab o'tib ketish kerakki, 5-chi dunyoqarash sifatida ekologik dunyoqarashni ham aytib o'tsak bo'ladi. Ya'ni bu dunyoqarashning yo'qligi insonlarda ekologiyaga yoki atrof muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishni olib kelishi mumkin. Misol uchun global isish va boshqa global miqyosdagi tabiiy ofatlar. Albatta do'stlar, bu turlar bir insonda aralash holda bo'lishi mumkin, chunki har bir insonning dunyoqarashi juda noyob hisoblanadi. Endi dunyoqarash jamiyatga qanday ta'sir qiladi va uning salbiy va ijobiy tomonlarini ko'rib chiqamiz. Ijobiy tomonlari talaygina. Misol keltiradigan bo'lsak, diniy dunyoqarash orqali jamiyatda oilaparvarlik yoki do'stlik yoki boshqa ristalarni o'rnatish yoki boshqa institutlarning shakllantirilishi, humanistik qarashlar orqali tenglik va irqiy diskriminatsiyaga qarshi kurashish kabi g'oyalar vujudga kelishi mumkin. Salbiy ta'sirlari ham talaygina. Misol uchun salbiy ta'sirlardan biri bu diniy ekstremistik g'oyalar orqali terrorizm xavfining vujudga kelishi yoki ekologik dunyoqarashning yuqorida aytib o'tgandek ekologik dunyoqarash yo'qligi tufayli tabiatga katta zarar berib qo'yish va boshqalar. Umuman olganda jamiyatda dunyoqarashi uning qonunlarini, madaniyatini va iqtisodini ham belgilaydi. Misol uchun g'arb jamiyatida individualizm kuchli bo'lsa, sharq esa kollektivizmga asoslangan dunyoqarashga ega. Bu ta'sirlar orqali dunyoqarashlar o'rtasida urushlar, inqiloblar va hatto tinchlikka ham sabab bo'ladi. Shu o'rinda savol tug'iladi, dunyoqarash ham o'zgaradimi? Vaqt o'tishi bilan o'zgaradimi? Albatta o'zgaradi. Dunyoqarash statik emas. Masalan, qadimgi davrlarda dunyoqarash mifologik bo'lgan. Qadimgi yunonlar xudolarga ishongan bo'lsa, qadimgi misrliklar o'limdan keyingi hayotga ko'proq ishongan va undan keyin islom sivilizatsiyasi boshlangan.
islomning oltin davri, g'arbdagi Renessans uyg'onish davrining boshlanishi, ilmiy inqilob orqali Galiley Newton bilan ratsionalizmning kuchayishi, 20-asrda esa Ikkinchi jahon urushidan keyin ilm-fan va texnologiya rivojlanishi ketidan postmodernizm va pessimizmning rivojlanishi. Va oqibatda hozirgacha bu g'oyalar ustun bo'lib kelyapti va oqibatda hamma narsaga nisbiy deb qarashning shakllanishi. Zamonaviy dunyoda globalizatsiya, internet tufayli dunyoqarash tez o'zgaryapti. Misol uchun, ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlar ekologik va inklyuziv qarashlarga o'tmoqda. Pandemiya kabi voqealar ishonchsizlikni kuchaytirgan bo'lsa, umuman olganda dunyoqarash evolyutsiya va jamiyatning taraqqiyoti bilan bog'liq holda o'sib keldi. Misol uchun, qulchilikdan tengchilikka o'tildi va izolyatsiyadan global birlashuvgacha dunyoqarashni shakllantiruvchi omillar haqida gaplashamiz. Bular ham ketma-ketlikka asoslangan. Bu yerda asosiy omillarni tanlab oldim. Birinchisi bu oila va bolalik tajribasi. Birinchi fundamentni oilada dunyoqarash fundamenti oladi. Bundan keyin bo'lsa, maktab, kollej, institut shu kabi muassasalarda ilmiy, ratsional dunyoqarash singdiriladi. Keyingi bosqich bo'lsa, madaniyat va jamiyat, urf-odatlar, san'at yoki bayramlar orqali ham dunyoqarash shakllanishi mumkin. Misol uchun, O'zbekistonning ham qaysidir hududlarida insonlar mehmondo'st bo'lsa, boshqa bir hududlarda juda ham mehmondo'st. Va keyingi omil bo'lsa bu voqealar va tajribalar. Ya'ni hayotiy sinovlar, urush, iqtisodiy inqiroz va shaxsiy muvaffaqiyatlar orqali insonlarning qarashlari ham o'zgarib turadi. Keyingi bosqich hozirda juda trenddagi omil bu bilganingizdek ijtimoiy tarmoqlar va media. Oldinlari butun boshli kinolar bilan sig'dira olmagan, insonga singdira olmagan g'oyalarni hozir 30 yoki 40 sekundlik videolar orqali ijtimoiy tarmoqlar g'oyalarni singdirib qo'yishyapti. Va keyingisi bo'lsa, keyingi omil siyosiy yoki iqtisodiy tizimlar ham dunyoqarash shakllanishida katta omil bo'lishi mumkin. Misol uchun, hukumat va kapitalizm kabi tizimlar qadriyatlarga majbur qiladi. Bu ketma-ketlik insonlarda farq qilishi mumkin. Lekin umuman olganda bolalikdan boshlab dunyoqarash mana shu tarzda rivojlanib boradi. Do'stlar, dunyoqarashni o'stirish va dunyoqarashni shakllantirish uchun albatta kitoblar targ'ib qilinadi va hozirgi kunda kitoblarning o'rnini bosadigan podkastlar, har xil podkastlar eshitish mumkin. Va sizlar uchun bir qiziqarli savolim bor, ya'ni nima deb o'ylaysiz? Agar bir inson 10 yil davomida dunyodagi ko'plab kitoblarni o'qib chiqsa-yu, boshqa bir inson 10 yil davomida dunyo kezib sayohat qilsa, qaysi birining dunyoqarashi kattaroq bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada javoblaringizni qoldiring. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha